Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Zikring Lite modelini toyoq qilishdan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beramiz. Ushbu tasbeh xarid qilganingizdan keyin orqa tarafida maxsus QR kod mavjud. Ushbu QR kod skaner qilish orqali siz programmani telefoningizga ko'chirib olasiz. Endi unboxing. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa chiroyli dizayniga o'zi chiqadi. Buni material plastmas hisoblanadi, lekin sifat juda ham yaxshi plastmas. Hop, endi ichini ochsangiz, bu yerda maxsus zaryadka qilingan port. Undan tashqari bu yerda yana maxsus qo'llanma to'rt xil turda va undan tashqari garantiya qog'oz. Tasbehni qurilmaga ulash juda ham oson. Ko'rishingiz mumkin. Programmani ko'chirib olgandan keyin xuddi shu joyga kirasizlar. Bu yerda qurilmani qo'shing degan joyi bor. Bosgandan keyin eng yaxshisi Bluetooth tanlaylar. Va bu yerda bosib tursanglar, tasbeh bosib tursanglar, bu yerda kodi chiqadi. Masalan, 34DD7. Mana 34DD7. Yog'ini ko'ramiz. Hop, 1S2B. 1S2B. Mana. Shu tariqa tasbeh telefonga ulanadi. Tasbeh telefonga ulangandan keyin quyidagi funksiyalar mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu tasbeh yetgan sari bu yerda ham ko'rinib turadi qancha yetayotganinglar. Ikkinchisi bu yerda tasbehlarning sanog'i ko'rinib turadi sizlarda. Misol uchun bo'lishi mumkin. Menga 33 tada, 100 tada yoki o'zim xohlagan sonda vibratsiya bergin degan joy belgilab qo'yasizlar. Undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qancha yetganinglar ko'rinib turadi bu yerda. Kunlik, oylik mavjud. Va undan tashqari bu yerda maxsus tasbehlar bor. Uni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun qancha yetmoqchisiz? 30 ta, 41 ta, 100 ta. Xuddi shuni belgilaysiz. Mana bu yerda o'zining maxsus tasbehlari bor. Shularni belgilab turib, aytish boshingiz bo'ladi. Va o'sha muddatiga yetgandan keyin sizning missiyangiz bajariladi. Undan tashqari ekran aylantirish funksiyasi bor. Ba'zi bir xillar tasbeh unaqa ishlatadi. Ba'zilari esa xuddi shunaqa ishlatadi. O'zingizga qulay holatda aylantirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari tasbehni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, xuddi shu funksiya orqali topsangiz bo'ladi. Misol uchun bossangiz tasbeh vibratsiya beradi. Ko'rishingiz mumkin. Vibratsiya beryapti. Vibratsiyasini o'zi ham juda ham yaxshi eshitiladi. Va eng yaxshi funksiyasi, misol uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yoqib qo'ygan bo'lsangiz bu funksiyani sizlarga tasbeh doimiy zikrlarni eslatib boradi. Faqat bu yerda tanlashingiz kerak. Misol uchun menga 7 dan boshlab soat 8 gacha eslatib tursin desanglar, 7 dan boshlab interval qo'yasizlar. Misol uchun har 3 daqiqada eslatib tursin desanglar, har 3 daqiqada sizlarga zikr eslatib turadi. Juda ham yaxshi funksiya. Yana bir muhim joyi bor. Agar tasbeh kimdir hadya qilmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu joyga kirasizlar nastroykaga va uzish degan joy bor. Buni bosasizlar, maxsus kod chiqadi. Shu kodni kiritib, keyin hadya qilsanglar bo'ladi. Ungacha bu tasbeh hadya qilingan bo'lsanglar, u odam telefonga ulolmaydi tasbeh. Bu juda ham muhim joyi. Ushbu Zikring Lite uzugini bizning hamkorlardan xarid qilishingiz mumkin. Ha aytgancha, bunaqangi obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun iCloud Center obuna bo'ling.